Setishni krossovkalarida вообще ham ishlari bor ekan boru. Bitta kelib ko'rib oladigan joy ekan. Narxlar normalniy. Ancha-muncha joyda ham ko'rib olmaysan lekin. Hadi Islombek 46-47 razmerlar bor ekan. Onun badoshlari ham zo'r. Sportivniy ma'da zalga chiqadigan. Keyti barsovka, Skecherslar bor ekan. Anavi nima edi, bars etganman, nima edi, cheshkanlar shunaqa narsalar. Basanovka. Tapishkalar ham вообще bor. Endi bu yerda endi o'zimiz narsalar shekilli. Ammo tuzuk. Kiysa bo'laveradi. To'ygami, zamish, onen sal. Bu ham ko'k narsa ekan, bilmadim qanaqa paytda kiyishga. Hozimolar mana to'y bop ekan. Bu bilmayman, Hermes, lekin boshqa narsaga ham o'xshaydi. Har holda assortiment ko'p.